Qurralay. Voy, assalomu alaykum adajonisi. Kevering. Voy, bitta ashula aytib ham ulgurmadim. Darrov kelyaptilar. Shuvdan chiqmay teshuvdan qaytib keladilar adajonisi. Boringizga shukr. Yuz qo'llaringizni yuvib kevering adajonisi. Men ungacha hozir ovqatlaringizni tayyor qilib qo'yaman. Mana tayyor ovqatlar. Voy, tezroq pishadigan bu narsalar pishirishim kerak. O'rtoqjonlar, o'zim aybdorman-da. Aytadi-yu, erkak kishini oshqozoniga ovqat orqali borsa bo'ladi deb to'ppa-to'g'ri aytishadi. Maqtashamas o'zim-yu, ovqatlarni boplab-yoraman-da. O'shaning uchun ham adajonisi ish ham ko'zlariga ko'rinmay yurib qaytib kelaveradilar. Ishlarni tez-tez bitirib, o'zim yaxshi xotinman-da. Vohli kelganlari yaxshi, faqat ulgurmay qolamanmi deb qo'rqaman-da. Qo'ynilari qolib ketmasin, ayoqda chaqqon qo'shnilarimni ko'rsalar, ularga havas qilib qolmasinlar deyman-da. Mana hozir tez-tez mashinadan kokteyllar tayyorlab tashlasam, go'shim ham tayyor bo'ldi. Yumshoq pishadigan joyidan olgan edim. Yaxshi ham mana hozir kokteyllarni qilib tashlasam, freni ustida kolbasalar qovurganim yaxshi ko'radilar-da, o'rtoqjonlar. Mana shunaqalar qilib bersanglar-chi, eringlar yugurib kelaveradi. Eringlarni qizg'anadiganlar bo'lsa-da orada. Mana endi men bularni ham pishdi. Mana adajonisi kelib qoldingizmi? Yuz qo'llaringizni yuvib, hozir mana kokteyl tayyor bo'lyapti. Voy, o'zim o'rgili suvlarda charchab ishlab kelyapsiz. Mana kokteyllaringiz mazdekkina. Kela qoling, ovqatlar sovib qolmasin adajonisi. Keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? O'tiring, yeb ola qoling issiqqina. Voy, xudoga shukr charchadim.